Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'dan yordam so'rab, tafsir darsimizni davom etkazamiz. Fatiha surasini 4-oyatiga to'xtalgan ekanmiz. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ma'nosi sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz degan. Har namoz o'qigan paytimizda mana shu oyatni tilovat qilamiz. Ey Allohim, umrimni oxirigacha sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz deb Alloh taolaga ahd beryapmiz. Namozda qanday Alloh taolaga va'da berib ahd berayotgan bo'lsak, namozdan tashqari holatda mana shu bergan ahdlarimiz bizda ko'rinib turishi kerak. Ibodatni hamma turini faqat Alloh taolo o'ziga qilishi kerak. İbadatı hamma turini doim Alloh taolo o'zidan yordam so'rashimiz kerak. Qiyinchilik paytda ham, yengilchilik paytda ham Alloh taolo o'zidan yordam so'rashimiz kerak. Ibodat deganda faqat namozni o'zini tushunib qolmasimiz kerak. Namoz ibodatlarning eng kattasi. Islomdagi barcha so'z va amallar ibodat bo'lib hisoblanadi. Islomdagi barcha amallar ibodat bo'lib hisoblanadi. Misol uchun bir musulmon kishi savdo-sotiq qiladi. Ana savdo-sotiq qilishi ibodat. Va yana bir musulmon kishi chorvachilik qiladi, mol qo'y boqadi, bu ham ibodat. Va yana bir musulmon kishi dehqonchilik qiladi, bu ham ibodat. Va yana bir musulmon kishi ustachilik qiladi, bu ham ibodat. Islomdagi barcha so'z, amallar uni hammasi ibodat bo'lib hisoblanadi. Mana shu ibodatlarning hammasini faqat Allohning o'ziga qilishi kerak. Savdo-sotiq qilgan musulmon kishi halol savdo-sotiq qilishi kerak. Dehqonchilik qilgan kishi halol dehqonchilik qilishi kerak. Dehqonchilar pishgan paytda zakotlarni berishi kerak, ushullarni berishi kerak. Chorvachilik qilgan odam chorvachilikdan zakotlarni berishi kerak. Ustachilik qilgan odam ana shu qilayotgan ishini mukammal qilishi kerak. Qildirgan odamning ko'zi quvonadigan qilishi kerak. Quvonadigan qilishi kerak. Mana shular hammasi ibodat bo'lib hisoblanadi. Ibodat deganda faqat namoz o'zinglar emas. Biz har bir qilgan ishimiz agar shariatga muvofiq bo'lsa, Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, buni hammasini Alloh taolo ajr savobini Alloh taolo beradi. Bu hammasi ibodat bo'lib hisoblanadi. Va iyyaka nasta'in, mana har namoz o'qigan paytimizda sendangina yordam so'raymiz deyapmiz Alloh taologa. Qiyinchilik paytda ham, yengilchilik paytda ham Alloh taolodan yordam so'rashimiz kerak. Bir yaxshi ish qilyapsiz, birinchi Alloh taolodan yordam so'rashi kerak. Shuni xayrli qilishini Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Bir qiyinchilik holat bo'lib qoldi. Mana shu qiyinchilik holatda Alloh taolodan yordam so'rashimiz kerak. Va keyin sabablarga kirishimiz kerak. Masalan, bir xursandchilik holatda ham Alloh taolodan yordam so'rab bir ish qilmoqchimiz, bir yaxshi bir ish qilmoqchimiz, shuni xayrligini Alloh taolodan so'rab, keyin sabablariga kirishimiz kerak. Bir zararda bir qiyinchilikni o'zimizdan ketkazmoqchimiz. Birinchi Alloh taolodan yordam so'rashimiz kerak. Tanish bilishlardan emas, birinchi Allohdan yordam so'rashimiz kerak. Alloh taolodan shuni zararni bizdan ketkazishini so'rab, duo qilib, keyin sabablariga kirishimiz kerak. Qiyinchilik paytda ham, yengilchilik paytda ham Alloh taolodan yordam so'rashni unutmasimiz kerak.